Rossiyada yuzaga kelgan benzin tanqisligi endi Markaziy Osiyo davlatlariga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Eng e'tiborli jihati shundaki, bu holat O'zbekistonga ham sezilmoqda. Mamlakatda benzin narxi keskin oshgani aytilmoqda. Bloomberg xabariga ko'ra, Rossiyadagi yonilg'i inqirozi mintaqadagi yoqilg'i bozorini jiddiy bosim ostida qoldirgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston yonilg'i ta'minotini barqaror saqlab qolish uchun qo'shni davlatlardan yordam so'ragan. Qozog'iston esa vaziyat yanada keskinlashib ketmasligi uchun keskin choralar ko'rishga majbur bo'lgan. Jumladan, mamlakat yonilg'ining noqonuniy olib chiqilishining oldini olish maqsadida chegara nazoratini kuchaytirgan va ayrim neft mahsulotlarini temir yo'l orqali eksport qilishni vaqtincha taqiqlagan. Ammo bu xabardagi eng muhim nuqta O'zbekistonda benzin narxining oshgani. Bu esa Rossiyadagi ta'minot muammolari qo'shni davlatlarga qanchalik tez ta'sir qilayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni muammo endi faqat Rossiyaning ichki bozori bilan cheklanib qolmayapti, u butun mintaqa uchun sezilarli iqtisodiy bosimga aylanmoqda. Bloomberg ta'kidlashicha, ta'minotdagi uzilishlar Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari Rossiya neft mahsulotlariga hali ham yuqori darajada bog'liq ekanini yana bir bor ko'rsatgan. So'nggi yillarda Xitoyning mintaqadagi iqtisodiy ta'siri sezilarli darajaga oshib borayotgan bo'lsa-da, yoqilg'i masalasida Rossiya hali ham asosiy o'yinchilardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli Rossiyada yuzaga kelgan har qanday uzilish mintaqa bozorlarida deyarli darhol sezilmoqda. Rossiyadagi benzin tanqisligining asosiy sabablaridan biri sifatida Ukraina dronlarining neftni qayta ishlash zavodlariga uyushtirgan hujumlari ko'rsatilmoqda. Xabarlarga qaraganda, aynan shu hujumlardan keyin Rossiyadagi bir qator neftni qayta ishlash zavodlari faoliyatida uzilishlar yuzaga kelgan. Natijada iyun oyi oxiriga kelib Rossiya hududlarining qariyb 90% benzin ta'minotida muammolar, cheklovlar yoki sotuvdagi uzilishlar kuzatilgan. Vladimir Putin ham mamlakatdagi yonilg'i bilan bog'liq murakkab vaziyat yuzasidan hisobotni tinglab, ilk bor neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan hujumlar benzin yetishmovchiligiga sabab bo'layotganligini tan oldi. Bu esa Rossiyada vaziyat oddiy bozor tebranishi emas, balki ancha jiddiy tizimli muammoga aylanganini ko'rsatdi. Qayd etilishicha, Rossiya ichki bozordagi taqchillikni yumshatish uchun hatto Qozog'iston bilan AI-92 markali avto benzinini import qilish imkoniyatini ham muhokama qilgan. Gap taxminan 50 ming tonna yoqilg'i haqida ketmoqda. Boshqacha aytganda, uzoq yillar davomida mintaqaga yoqilg'i yetkazib kelgan Rossiyaning o'zi endi tashqaridan benzin izlashga majbur bo'layotgani vaziyat naqadar murakkab tus olganini ko'rsatmoqda. Shundan so'ng Rossiya benzin va aviatsiya kerosini eksportiga vaqtinchalik to'liq taqiq joriy etildi. Bu qaror bir tomondan ichki bozorda tanqislikni jilovlashga qaratilgan bo'lsa-da, ikkinchi tomondan qo'shni davlatlar uchun yangi xavotirlarni kuchaytirdi. Chunki Rossiya eksportni cheklasa, Markaziy Osiyo bozorlarida ham yoqilg'i ta'minoti va narxlarda bosim kuchayishi mumkin. Hozircha bu jarayonning O'zbekistonga ta'siri asosan narxlar oshishi orqali sezilmoqda. Ammo agar Rossiyadagi vaziyat uzoq davom etsa yoki eksport cheklovlari yanada kuchaysa, bu ta'sir mintaqadagi boshqa sohalarga ham yoyilishi ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa logistika, yuk tashish, qishloq xo'jaligi va umumiy iste'mol bozorida yoqilg'i narxining oshishi kengroq iqtisodiy bosimni yuzaga keltirishi mumkin. Qisqasi, Rossiyadagi benzin tanqisligi endi faqat Rossiyaning ichki muammosi bo'lib qolmayapti. Bu holat allaqachon Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Benzin narxining oshishi esa bu inqirozning mintaqadagi ilk va eng sezilarli belgilaridan biri bo'lib qolmoqda. Agar Rossiyada yonilg'i bilan bog'liq vaziyat tez orada barqarorlashmasa, mintaqadagi bozorlar oldida yangi va yanada murakkab sinovlar paydo bo'lishi mumkin.